Salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Navbatdagi xonadonimizga mebellarni olib kelib topshirib oldik, xudo xolasa. Soatimiz saharga yaqin 4 bo'lyapti. Ko'rib turgan mebellar kuxoniy nabor bu yerga bitta zaliga TV zonasini qilib berganmiz. Videoni kuzatib tursanglar, bundan keyin TV zonani ham obzorini qilib beramiz. Ko'rib turgan mebellar 3 etajli dapatalka holatiga chiqadigan qilib berganmiz. Endi patologgacha yetkazmaganmiz, sababi tepadagi ast shinalarni to'sib qo'ymasin degan maqsad bo'lgan bu yerda. Mokriy svetdan foydalanganmiz. Atrofini bu chetiga bo'ladigan bo'lsa, qora profilli oynamizdan tushirib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ichi polniy polka. Bu yerga o'ziga chiroyli bagima idishli kosalari bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa qo'yib qo'yadi. Bu yerda sensorimiz bor mana. Sveti o'chib yonadi. Qo'yib qo'yganmiz u narsalarni ham, ulab tayyor qilib qo'yganmiz. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, xolodilnik joylashtirib berganmiz. Eshikdan bu tarafimizda qochgan holatda qilib berganmiz. Sababi bu yerda sanitariya kirib ketadigan eshigi bor ekan. Bu yerimizga ham tugallanish joyiga uzun shkafdan qilib berganmiz. Bu yerga ham katta hajmli narsalarni joylasa bo'ladi, xudo xolasa. Mebelga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Sababi mana ko'rib turgan mebellar juda ham xonani bichimiga, rangiga hamma narsasini moslashtirib qo'yganmiz. Chiroyli holatdan chiqarib berganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 34 million so'mga dogovor qilganmiz. 34 million so'mning ichiga gaz, vitichka, xolodilnik, o'sha aytib o'tirgan TV zonamiz kiradi. Mana shu narximiz ichiga. Ko'rib turgan mana shu narsalarlarda hammasini ichiga qilib berganmiz. Kalyonli oyna, bismillah yozilgan zo'r mebel oyna. Stol ustida go'sht maydalar, sabzi to'lg'ash uchun moykasi, smesiteli, vishilkasi, bu yerdagi pichoq yopishtiriladigan magnit pichoq nabori, o'rtadagi fartuk qismi, kafel qismi, tepa tarafimizda mana sushulkamiz bu joylab qo'yganmiz. Past tarafimizda bo'ladigan bo'lsa, mana musor paqillarini joylab berganmiz. Keyin hop, ruchkasini past tarafda ruchkalarini qo'yib berganmiz. Sababi mana shu narsaga o'tdik, orasi ochilib qolyapti. Hozir mana sekretnik ruchkasi ham уже ko'rinmayotgandir sizlarga. Stolishnicasini 4 sm qilib, xullas bir og'iz gap bilan aytganda, mebelni konkretniy qilib topshirib berdik bu xonadonimizga, xudo xolasa. Hozir TV zonaga o'tamiz. Bu yerdagi obyektimizni ham ko'rsatamiz. Yo'qsa o'zingizlarni fikrlarni yozib ketasizlar, xudo xolasa. Keyingi obyektga ketdik. Bu yerimiz ikkinchi obyektimiz. Ko'rib turganlaringlardek, bunga ham xuddi shunday ikki tarafiga oyna qilib berganmiz. Profilli polkalarni ham polniy oyna qilib berganmiz. Bu tarafimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Past tarafiga bo'ladigan bo'lsa, ochiladigan eshiklarni qilib berganmiz. Keyin rangini qarab turgan bo'lsanglar, nikel oyoqchalar mana, tilla oyoqchalarini bu yerlarda limon svetiga moslaganmiz. Polni mana bu tortmalarini, ichki korpuslarini oq qilganmiz. Patoloyda, devorda rangiga moslaganmiz. Bu qora oynamiz bo'ladigan bo'lsa, patoloyda qora palasa, bu yerdagi qora aralashgan joylarimizga chiroyli qilib moslab berganmiz. Ranglar bo'yicha ham o'zim tanlab berganman. Mana shu joyimizni, xonadonimizni egasiga siz o'zingiz bilgandek qilib chiroyli chiqsa bo'ldi degan. Shuning uchun mana ko'rib turganlaringlardek nasib bo'lsa chiroyli qilib joylab berdik. Xudo xolasa sizlarga mana shunday uylar, shunaqa mebellar nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.